Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan bugun Yashamoq kitobi haqida bilib olamiz. Bu kitob haqida kino ham bor ekan. Hozir shu kinodan rasmlarni olyapman. Kitobning boshida bosh qahramon juda ham boy edi va qimorboz, yakatoy desak ham bo'ladi. Vaqt o'tib u asta-sekinlik bilan hamma narsasini yo'qota boshladi. Otasi birinchi bo'lib vafot etdi. Keyinchalik u kambag'allik botqog'iga cho'ka boshladi va o'shga ham tasodifan borib qoldi. O'shda u sovuqda non topolmay, go'sht topolmay va ob-havo juda ham soviy boshladi. Asta-sekinlik bilan uyiga qaytganida mamlakat kommunizm siyosatiga o'tgan edi. Bu degani hech kim och qolmaydi, hamma navbatga turadi va hech kim kapitalist bo'lmaydi degani. Hamma qozonlarni davlatga topshirdi. Davlat esa ularga ovqat berishdi. Ya'ni hammasi birlashdi, butun mamlakat. Fugui Yojindan ham ayriladi. Bu ikkinchi yo'qotishi edi. Vaqt o'tgach, uning qiziga sovchi keldi. Yassi boshli yigitdan sovchi keldi. U birinchi marta kelganida uni rad etishdi. Ikkinchi marta kelganida esa u 5-6 ta do'stini yetaklab keldi. Fuguining uyini ta'minlab berishdi. Va qizining to'yi bo'ldi. To'yga ko'p odamlar aytildi va hammaga yangi sigaret tarqatildi. Menimcha, Fuguining bu eng baxtli kunlari edi. Kunlarning birida u qizi homiladorligini aytib qoldi va birgalikda ular ovqatlanishdi. Ko'p vaqt o'tmasdan u Fenxiyani ham yo'qotdi. Lekin u Kugenni dunyoga keltirib vafot etdi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan u yana bir sinovga duch keldi. Xotini kasal bo'la boshladi va xotini ham ko'p vaqt o'tmasdan vafot etdi. Endi kuyovi va nevarasi qolgan edi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Kugen o'zi yurishni boshladi. Hattoki u gapirishni ham boshlagan edi. Ko'p vaqt o'tmasdan u kuyovidan ham ayrildi. Nabirasi Kugenni o'z uyiga olib keldi. Ertasiga Kugen dadamni oldiga ketaman desa bo'ladimi? Fugui tushuntirdi. Vaqt o'tib u Fuguining kichik yordamchisiga aylandi. Unga dala ishlarida yordam berardi. Fuguining otasi aytganidek, avvaliga tovuq, keyin esa g'oz, undan keyin qo'y, mol, shu tariqa boyib ketardi. Men shunchaki kitobning muhim voqealarini aytdim. Siz ham bir o'qib ko'ring. Balkim bu kitob yig'lashga umuman arzimaydigan kitob bo'lsa-chi. Yoki juda ham bir zerikarli. Kim nima desa desin-u, men bu kitobni molxona kitobiga juda ham o'xshatdim. Endi kitobning kamchiliklarini ham aytib ketsam. Muallif ismlarini tanlashda juda ham qattiq adashgan menimcha. Chunki men hali ham ismlarini yodlab qola olmadim. Keyin qahramonlarning tasodifan o'lishini juda ham bir g'alati hodisa deb o'ylayman.